Bugun tongda Isroil Eronga hujum qildi. Isroil armiyasi Rising Line uyg'ongan sher deb nomlangan keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qilib, Eronning yadroviy va harbiy infratuzilmasiga zarbalar yo'lladi. Bu hujumlar faqat obyektlarga emas, balki Eron harbiy va ilmiy elitasining markaziga qaratildi deyish mumkin. Juma kuni tongda Eronning Tehron, Natans va Xondob hududlarida kuchli portlashlar yuz berdi. موشک همین الان اسرائیل حمله کرد به صورت زنده موشک زدن. Tehron aholisi katta portlash ovozlarini eshitdi. Ko'plab binolardan tutun va alangalar ko'tarildi. Davlat televideniyasi ushbu portlashlardan keyingi holatni yoritib, Tehron atrofidagi olimlar shaharchasi va yadro inshootlari ustidan tutunlar chiqayotganini namoyish etdi. Isroil armiyasi bu operatsiyani Eronning yadroviy qurol ishlab chiqarish salohiyatini jilovlash uchun zarur oldindan ogohlantiruvchi hujum deb atadi. Hujumlar Natansdagi uranni boyitish markazi, ballistik raketa infratuzilmasi, olimlar yashayotgan hududlar, qurol omborlari va harbiy laboratoriyalarga qaratilgan. Tasnim axborot agentligi Eron yadro dasturida faoliyat yuritgan ikki yetakchi olim, Muhammad Mahdi Tehronchi va Faruddin Abbosiy, shuningdek Eron qurolli kuchlari bosh shtab boshlig'i general-mayor Muhammad Bagiri, Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi qo'mondoni general Husayn Salamiyning o'limi haqida xabar berdi. Isroil hujumining birinchi to'lqinida aynan yuqori darajadagi rahbariyatni yo'q qilishga uringan ko'rinadi. Donald Tramp rahbarligidagi Oq uy juma kungi jadvalda Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilishini belgiladi. Shunga qaramay Tramp hozircha hech qanday bayonot bermadi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio esa Isroilning ushbu operatsiyasida AQSh qatnashmaganini aytdi. Rubio ushbu holat yuzasidan bayonot berib, hujumlarda AQSh ishtirok etmaganini tasdiqladi. Tungi hujumda Isroil mustaqil harakat qildi. Qo'shma Shtatlarning bu hujumlarga aloqasi yo'q. Asosiy ustuvorligimiz bu mintaqadagi amerikalik harbiylarni himoya qilishdir degan davlat kotibi. Shuningdek, Rubio Eronni AQSh manfaatlari yoki Qo'shma Shtatlar harbiylariga hujum qilmaslik haqida ogohlantirdi. Biroq bir necha kun oldin AQSh Yaqin Sharqdagi elchixonalari va bazalaridan xodimlar va ularning oilalarini evakuatsiya qilishni boshlagan edi. Bu esa Washingtonning Isroil zarbalaridan oldindan xabardor bo'lganini anglatishi mumkin. Eron Islom Respublikasi mamlakat havo hududini yopdi. Oliy rahbar Oyatulloh Xomenai Eron bu jinoyatni javobsiz qoldirmasligini aytib, sionistik rejim harakatlarini qoralagan. Eron Islom qo'riqchilar korpusi rahbariyatiga berilgan zarba va olimlarning yo'q qilinishi Eron ichida javob harakatlariga siyosiy bosimni kuchaytirishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri javob yoki proksi guruhlar orqali ham bunday harakatni amalga oshirish mumkin. Isroil Eronning javob zarbasiga tayyorgarlik ko'rayotganining o'zi vaziyat naqadar keskin ekanini bildiradi. Isroilning bu zarbasi 15-iyun kuni bo'lib o'tadigan AQSh-Eron muzokaralariga ham jiddiy ta'sir qilishi aniq. Agar Eron AQSh bilan muzokaralar yakunlanguncha Isroilga javob bersa, bu Netanyahuning yutug'i deyish ham mumkin. Ikkinchi tomondan esa Isroil bu operatsiyani qachongacha davom ettirishini ham aniq aytmadi. Axir Eron ham himoyalanishi mumkin-ku. Ko'rib turganingizdek, Yaqin Sharq yana bir murakkab vaziyat bilan yuzma-yuz. Mintaqadagi keskinlik sabab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Eron atrofidagi vaziyatni keskinlashishi va Eron hamda Isroilda raketa otishmalari kutilishi munosabati bilan fuqarolardan xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilishni so'radi. Shuningdek, Eron havo hududining yopilishi munosabati bilan bir nechta reyslar Toshkentdagi muqobil aerodromga yo'naltirildi. Videoni yozib olish jarayonimizda voqealar rivoji ayni shu nuqtada edi. Mavzuni tahlil qilishda davom etamiz. Kun.uzdan uzoqlashmang.